Assalomu alaykum Junaydullo O'zkanal obunachilari. Biz hozir fermadamiz akalar. Fermada originallarni ko'rsatib o'tamiz. Yo'qsa like bosib qo'yasizlar. В общем, dahshatlar mana. Lekin sotilmas ekan aka. Ko'pchilik semental buzoqlar nimaga qimmat deganlarga akalar. So'z isboti bilan ketamiz akalar. Bu mollar mana mollarni bo'lasi bo'ladi mana. 800 kilo, 850 kilo, 1 tonnaliklari ham bor. Mana akalar. Mana bollar. Bekordan bekorga semental bo'lmaydi. Bekordan bekorga qimmat bo'lmaydi. Video chiqaryapmiz akalar, ko'pchilik negativ yozyapti. Qo'pol so'z. Keyin odamni nafsoniyatiga tegadigan gaplarni shu ahmoqlar ko'p yozyapti. Shu ahmoq odamlarga so'z isboti bilan video qilib beramiz. O'shalar negativ yozayotganlar yozaversin. O'shalar borki, biz ishimiz yurib turibdi. Akalar negativ yozadiganlar gazini bosamiz. Negativni yozinglar. Har qanaqa, lekin onadan kelib so'kmaydi. Bir kishi yozibdi, onadan kelganga o'xshagan bir so'z yozib turibdi. Ashika akaxonga kommentariyasiga telefon nomerimni tashab qo'ydim. Lekin erkak mard bo'lib telefon qilib, yuragi bitlamadi telefon qilgan. Negativ yozishdan oldin agar telefon qilib aytinglar shu negativ gapinglarni. Keyin gapingizga yarasha gap atvet qilib qo'yamiz akalar. Qimmat deydi. 850 kilalik, 800 kilalik sigir bolasini hech qachon sizga 10 million so'mga bermaydi-da. Akalar, bu ko'ringlar go'zallarni, enalarini ko'rsataman. O tashqarida yuribdi. Ana go'zallar akalar. Obunachilar, bir gap bitta so'z yozishdan oldin, negativ yozishdan oldin sizlar birinchi o'rinda o'ylab ko'ringlar. Beparosat, befahm odamga o'xshab negativ yozmayman. Ayamasdan like bosaverasizlar. Negativchilar faqat oldinga. Shu negativchilar borki, biz ishimiz yurib turibdi, xudo xolasa. Negativni yozaversin. Negativ yozaveradi, ba'dan mol sotilaveradi. Buni tushungan odam, buni ichiga kirgan odam oladi. Hech qachon buni hashaki mol boqayotgan odam buni olib hech qachon nima deydi? Ahli yetmaydi bundan foyda qilishga. Qachonki buni ichiga kirsa, keyin foyda qilishga keyin ahli yetadi. Bitta boqib ko'rsa. Mana ko'ringlar, buzoqchalarni kelar. Va общем, dahshat buzoqchalar. Bular hammasi zot uchun o'najinchalar. German shvedli bolalari ham bor. Bu yerda German shvedlar ham bor mana. Avstriyskiy shvedlar bor. Hozir mana videoni uzmasdan bitta ko'rsatib beramiz. Sementalga qiziqadiganlar bir maza qilib ko'rib miyaga dam beringlar akalar. Mana shunaqa katta sigirli bolalari bular. O'zimizni hashaki mol bilan bularni tenglashtirmayman. Mana German shvedlar. Mana edi buzoqchalar mana. Mana yangi tug'ilgan buzoqchalar. Mana buzoqchalar. Shu to'rttasi bitta sigirni yem yotibdi. Mana buzoqchalar. Enalarni ham ko'rsatamiz. Buzoqchani qaranglar. Yerda bitta otimiz ham bor ekan. Black Resetaga boqilyapti, uloqchi. Mana hurmatli obunachilar, nimaga qimmat deysizlar. Mana kelaman. Sigirli katta sigirli bolalari bular. Mana shu onachilar birinchi qoringa bo'g'ib ekan. 1,5 yashar bo'lgan, hozir qochgan. 25 ta, kami 20 ta sut beradi bu sigirlar. Ham sut, ham go'sht narsaga. Hozir Avstriyadan kelgan. Quloqlari mana ata yopish, mana bu qachasi yuribdi ichida. Mana bu yerda ham katta semental sigirimiz yotibdi. Qimmat deydi. Bekordan bekorga qimmat emas. Effekt beradiki qimmat. Canavar oyog'i og'riyapti ekan buni. Yurolmayapti.
Yo'q, uspitki bilan ponna remont qiladigan bo'lgan tuyog'ini. Mana. Tashqariga chiqib bitta ko'rsatamiz mana. Videoni uzganimiz yo'q. Xato va kamchiliklar bo'lsa akalar, uzr so'raymiz. Ataylab iltimosga kirdik bega. Bu o'ta katta joy. Obunachilar iltimosga kirdik. Shtobi obunachilarimiz anchadan beri kutishyapti turadi. Akalar bir sementallardan chiqaring, bir maza qilib ko'raylik deb kommentariy yozgan akalarimiz bor edi. Shularga mana spesial video qilyapmiz. Mana sigir yelinlar akalar, mana haqiqiy zo'rlar. Mana Avstriya sementallar. Qorovullardan ham bor ekan. Germanskiy shveddan bor. Maqsadimiz shu semental zotini ko'paytirib, xalqimizga sut, go'sht arzon yetkazish maqsadida boqishyapti mana. Bu chorva boqish o'zi bo'lmayapti hozirgi kunda, o'ta qiyin bo'lib ketdi. Mana bekordan-bekorga qimmat emas bu sigirlar. Bu sigirlar hozirgi kunda Avstriyadan kelmay qo'yilgan. Shuning uchun narx-navo risk ko'tarilib ketdi mana. Hozirgi ko'rsatgan bo'zoqlarimiz mana shu sigirlarning bolalari hammasi. Bizlardan chiqqan semental g'onajinlar ham bor, mana boqilyapti. Zot uchun. Bu yerda sotishmas ekan, umuman bo'zoq sotilmas ekan. Mana o'zlaridan chiqqan sementalga German shvedni gibridi mana akalar. German shvedman toza avstriyskiy semental. Mana originallarini ko'raman deganlar. Like ayamasdan bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Like ga arziydigan video qilib beramiz mana. Obunachilar mana ko'ringlar. Shum dahshat. Mana sigirlarning haqiqiy originallari. Avstriyadan привозной kelgan sigirlar. O otimiz qochib ketdi, quvli yurishibdi. O'sha yerda tug'ilganidan ekan. O'ziga yopishtirilgan. Mana bu ham ona qonida kelib tug'ilganlari ham bor ekan. Mana shunaqa sementallar kelar edi. Haqiqiy o'zalari originallari şeyda. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlarimiz obuna bo'lib qo'yinglar. Video chiqarilayotganda SMS tarzida birinchilardan bo'lib yetib boradi. Ko'pchilik sotilib ketayotgandan keyin telefon qilishyapti. Shular obuna bo'lmagansizlar akalar. Obuna bo'lsanglar SMS tarzida sirazi video yuklaganda sirazi SMS tarzida yetib boradi. Keyin shuni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Obunachilarimiz xudo xolisa 8000 dan o'tdi. 10 mingtaga xudo xolisa yetvasak, xudo xolisa bir ish uyushtirib turibmiz. Inshaalloh shu o'xshab qolsa, shu 10 mingta like o'tganda bitta obunachimiz, bir 10 ta obunachimizga 100 ming so'mdan pul tashlayveramiz, xudo xolisa. Mana sementallarni qaranglar, haqiqiy zo'rlar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib, like ga gumbillatamiz akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Videolarni xudo xolisa sotiladiganlardan chiqaramiz. 2-3 kundan keyin bitta katta fermaga boramiz. Zo'rlardan chiqaramiz. Hozir bu tomoshaga iltimosga kelib, iltimosga video qilyapmiz. Shtobi ko'rgan, qiziqadiganlar bir maza qilib ko'rsin degan maqsadda akalar. Mana shunaqa sigirlarni. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qolasizlar akalar. Like ga gumbillatamiz.